Ahli o'zbegim, barchangizga assalomu alaykum. Ipotekaga mana shunday shinamgina xonadon olishni istagan bo'larmidingiz? Ishoning, xonadonimiz juda ham fayzli va mehrli. Bir so'z bilan aytganda shinamgina deb ayta olaman. Ikki xonadan iborat 57 kvadrat metrni o'z ichiga olgan. Demak, 62 ming AQSh dollari so'ralayotgan, dokumentalni ipoteka qilib ham olsa bo'ladigan qulaylikni yaratgan xonadon egalariga minnatdorchilik izhor etgan holda xonadonimizning avzorini boshlaymiz. Biz Navasir akamizning 7-qavatidamiz. Dastlab oshxonaga yo'l olamiz. Yo'lni ustida qadroslagan, kadastri bor, liftiga ega, xat hujjatlari joyida bo'lgan, necha qavatligi 8 qavatli Navasir akamizning 7-qavatida sotuvga tushayotgan ikki xonali shinamgina xonadonimizni e'tiboringizga havola etyapmiz. Ko'p Navasir akalarning oynasi kichkinagina bo'ladi. Buni qarang, derazasi kattagina, yaxshigina havo aylanadi. Prixoshkamizga yo'l olamiz. Podyezddan kirishimiz bilan asosiy kirish qismi va plyus tomoni ikki xonali bo'lsa-da xonadonimiz ikkita alohida bo'lgan sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Xonadon egalari rostdan ham sifatli va did bilan ta'mirlashgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Sotuvga chiqarayotgan xonadonlarimiz bir-biridan chiroyli, bir-biridan sifatli. Ishoning, darvoqe bu yer esa prixoshniy zonamizga mana shunaqa chiroyli mebellardan kiyim javoni qilingan. Demak, yotoqxonamizga yo'l olamiz. Yotoqxonamizda ham shkaflar mavjud. Xonadonimiz radiator bilan isitiladi. Isitish tizimi. Bu yaxshi, ya'ni qishda sovqatmaysiz, maza qilib isinibgina yashaysiz. Sifatli va chiroyli xonadon izlagan mijozlarimizga ushbu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Mana shu qulaylik va shinamlikka xonadon egalari, demak, 62 ming AQSh dollari so'rashmoqda. Albatta, savdosi bor. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz, yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ipotekaga xonadon izlagan mijozlarimiz uchun siz uchun yaxshigina xonadonimiz sotuvga chiqdi. Yaxshisini har doimgidek sizga ilindik. Hurmat bilan, Zamira Bonu.